Estradamizning so'nib borayotgan yulduzi. Padilka qo'shiqlar sohibi. Mikrofonni stoykasidan ham bo'ypas hofizimiz. Shohruxxon janoblari ekan. Bu Shohruxxon deganlarni izlab keldim aslida. Bu burgan erkagi o'zimizda hit bo'lgan meni qo'shiqlarimni o'g'irlab, unga klip olib, o'sha klipda bizlar nafs ko'zi bilan qaraydigan aktrisalar o'ynatyapti ekan. Endi shularni aytgani keldim. Toshkentga tushuntirganda nada bu deb so'rab olgani keldim. Administrator telefonni ko'tarmadi so'kkanimdan keyin. Instagram dekretingizga qancha yozdim. Bu bizbit qo'shiqchimizni biografiyasini rost izladim-da. Topdim oxiri YouTube'dan bitta kanaldan. Hozir shuni aytib beraman o'zidek qilib. Jamshid Botirov. Sen 2001-yil tug'ilgan ekansan. Men qo'shiqlarim, birinchi qo'shig'im 2000-yilda chiqqan. Tushunsa? Sen daji meni qo'shig'imni sansirashga haqqing yo'q ekan. Men seni ota-onam bilan birgalikda o'z orzularimga erishgan odamman. Men qo'shiqchi bo'ldim. Ularda esa sen tug'ilding. Xullas, ijodimizni bir paytda boshlaganmiz. So'rasang aytishadi. Senga sovg'a yo'q.